Assalomu alaykum. Vodiy Biznes YouTube kanalimizning hurmatli tomoshabinlari va kanalimiz mehmonlari. Bizdan juda ko'pchilik o'sha tashqi fasadlarga fasadning plitkalar narxini chiqarib bir yangilab beringlar deganligi uchun fasadchi bolalar mana shu joyga yetib kelganmiz. Bu akalarimizni videolarini 15-20 kun oldin ham qo'yganmiz. Xudo xolasa yana bitta yangilab qo'yaylik dedik. Juda ko'pchilik so'raganliklari uchun mana shu joyga yetib keldik. O'zlari mana shu yo'lda yuzda ishlab chiqarishadi, ko'rsatib qo'ying. O'rtada olib sotar degan narsa yo'q. Mana shu akalarimiz o'zlari mana shu joyda ishxonalari, shu joyda ishlab chiqarib, bu joyga reklamaga olib chiqib qo'yishgan. Bu joyda eng arzoni 30 ming, 40 ming so'mdan boshlanadi, qimmati 80 ming so'mgacha bor. Videoni oxirigacha ko'rib tursalaring, shularni sizlarga narxlari haqida batafsil ma'lumot beramiz. Yangilik qilib akalarimiz yoniga gipki kommentni ham qo'yishib qo'yibdi. Xuddi shu narsa haqida ham sizlarga xudo xolasa ma'lumotini beramiz. Bir boshdan ko'rsatib o'tadigan bo'lsak, eng arzon varianti mana bu o'rtadagisi bo'lar ekan. 1 kvadrati 65 ming so'm. O'sha reykaga qotadi bu narsa, reykaga qotiriladi. Agar bizga hamma narsasi o'zida qilib tayyorlab bering degan insonlar bo'lsa, 1 kvadratini 190 ming so'mdan akalarimiz o'sha reykalari, samarezi, ketgan materiallari, hamma narsasini olib borib o'zlari tayyorlab berishaverar ekan. Ranglarini xohlaganini tanlasalang bo'ladi, narxi hech qanaqa o'zgarmaydi. Mana shu ko'rib turgan joylaringdagi mana bu 65 ming so'm, arzon variantlarini video davomida ko'rsatamiz. 30 ming so'm, 40 ming so'mliklari ham bor ekan. Ular ikkinchi sort bo'ladi. O'zlaring xohlagan rangda berib olsalaring bo'laveradi. Mana bu 3D variantdagi ko'rib turgan narsalaring bo'ladigan bo'lsa, bularning narxi 80 ming so'm. Bular endi ozgina chiroyliroqdek chiqib turganga o'xshab boshqacha chiroyli turar ekan. Shuni hisobiga bularning narxi ozgina qimmatroq. Kvadrati 80 ming so'm. Agar o'zlari olib borib qiladigan bo'lsa 190 ming so'mdan qilib berishar ekan. So'killarimiz bir xil, o'sha xohlagan rangni tanlasalang bo'lar ekan. 1 kvadrati 55 ming so'm. Mana shu o'rtaga qo'yilgani ham, chekkaga qo'yilganlari ham shunaqa. 100 kvadratdan oshadigan bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha dastavkasi mutlaqo tekin ekan. Vodiy bo'yicha azra olganlarga ham dastavkasini qilib berishaveradi. Manzilda aytib o'tamiz. Farg'ona viloyati Bag'dod tumani. Konizar aka, bet Konizarmi? Konizar qishlog'i. Bu taraf o'sha Qo'qonning mostidan kelish, Bag'dodning mostidan bu tomon Rishtonga ketish. Bag'dodning mostidan tushib kelganlaringda chap qo'ldan metan zapravka keladi. O'sha metandan 1 kilometr, 1,5 kilometr o'tganlaringda yo'lni chap tomonidan keladi. Rishton tomondan kelganlaringda ham chap tarafda keladi. Mana bu ikkita ikki xili ham oddiy variantda, bularni ham 1 kvadrati 80 ming so'mdan qilib berishar ekan. Xo'p. Mana buni ko'rsatik mana. Bu gipki kamen bo'ladi. Bu faqat shuvoq qilingan joylarga ishlatiladi. Shuvoq qilingan joy bo'lsa, ustidan o'sha shisha tolani o'sha moddasidan qilinadi. Qolgani o'sha toshlarda miramir toshdan maydalangandan bo'ladi. Suvdan, namdan, hech qanaqa yoriqlardan qo'rqmaydigan holatda bo'ladi. Ranglari mana shunday holatda ekan. Bularning 1 kvadrat metri 90 ming so'mdan. Hamma mahsuloti o'zlaridan. O'sha borib qo'yib berishi, mana shu narsasi. Faqat sizlar devorlarning shikaturka qilingan bo'lish kerak. Agar loy shuvoq qilingan bo'lsa, ustini chiroyli eksplor rotbillarni ham totib qilib berishar ekan. Faqat o'sha rotbillarda xizmat haqini puliga qo'shib berasizlar. Bularning kvadrati 90 ming so'm. Bular ham suvdan qo'rqmaydi. Bemalol karcherlab yuvsalaring ham bo'laveradi. Almashtirish ham oson. Deylik birorta joyi sinib qoladigan bo'lsa, bemalol shuni o'zini almashtirsalaring bo'laveradi. Bularda ham o'sha loy tegadimi, bolalar boshqa narsa bo'ladimi, hech qanaqa devorlaringga xudo xolasa ziyoni tegmaydigandan bo'ladi. Narxlarda xudo xolasa kelishtirib berishadi. Videoni ko'rib tursalaring biz ichkaridagi ish jarayonlarini ham ko'rsatamiz. Raqamlarni olib keyin yaqindan ko'rsatib qo'yaylik. Mana nomerlari mana shu joyda qo'yilgan. 91lik 155 91 76 88lik 259 33 30. Mana shu raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu ikkinchi sort deyilganlari mana shular bo'ladi mana. Buni o'sha o'zlaring xohlagan rangni ustidan bo'yab olsalaring bo'laveradi. Mana shular 30 ming, 40 ming shunaqa. O'zlaringiz olib ketib olsalaring 30 ming so'mdan ham berib yuborishaveradi. Mana 3D variantlari mana shunday holatda bo'ladi mana. Qalinligiga qarasizlar, mana 1 sm o'zi ustidagi bilan oshiqroq. Mana qalinligini ko'ring, 2 sm borda qalinligi. Temiri bo'ladi, samarezda qotiriladi reykaga. Qulayligi mana bunga o'xshagan shlaka blok devor, pena blok deysizlarmi, xom g'isht deysizlarmi, xullas hamma devorlarga bo'laveradi. O'sha tashqi ichki fasadlar bo'ladigan bo'lsa, hovlilarga reyka bilan qotirasizlar. Iloji bo'lsa agar stiklavata qo'yib ketsalar, cho'tki bo'ladi.
Mana shu 3D variant 80 ming so'mliklari shular. Mana bular ham shunaqa mana. Hop, sement bo'lganligi uchun buni endi o'zini maxsus nimasi nima deydi, xullas asosiy tarkibi sement bo'lganligini hisobiga og'irroq bo'ladi, lekin chidamliligi baribir ko'p bo'ladi. Bemalol yuvsalarga hech narsa qilmaydigan variantda bo'ladi. Chiroyli qilib yetkazdirib berishaveradi. Mana shunaqa holatda mana bu so'kinlarimizniki mana. So'kinlarda ham qalinligi mana 2 santimetrdan oshiqroq. Aka, mana shular to'g'ri ko'rsatdimi? Mana shu joyda mana ekinchi sort deganlarimiz shular, ha? Ekinchi sort bular, mana shu ham ekinchi sort. Bularni o'zlari kelib olib ketib oladigan bo'lsa, mana bular ham ekinchi sortmi aka? Hali qolib oxirida kuyilganlar bular. Mana shular ham shunaqami? Necha pul qilib berasiz buni? O'zlari olib ketib oladigan bo'lsa 30 minggacha qilib beraveramiz. Mana hozir aytib o'tganimizdek, bularga o'xshash mana bular vobshe zo'r ekan. Kelib o'zlariga olib ketib olib, o'zlarini qotirib, ozgina ustachilikdan xabari bor odam bo'lsa, qotirib olsalar bo'laveradi. Cheklanmagan miqdorda bor ekan, 30 ming so'mdan qilib berasiz. 30 ming so'mdan qilib beraveramiz. Shu Bahramjonning kanalida olib keldim desalar, xudo xolasa akamiz yo'lida qilib berishadi. Buni boshqacha rangi ham bormi aka? Mana shu asar to'la har xil rang bo'ladi aka. Ha, mana shular ham shunaqa. Bo'ldi shunaqa. Olib ketib bitta emosi sepadi, bo'ldi. Anatoliy variantda Ha. chiroyli bo'ladi. Har xil holatda qotirib yuboraveradi, ustidan bitta nima sepib yuborsa, bir xil bo'lib qolaveradi, xohlasa. Zo'r. Xullas akalar, pastda akamizni nomerini qoldirib qo'yamiz, aloqaga chiqarsa, mana shu joylar, mana ishlab chiqaradigan joylar, mana sementlari. Hozir bolalar endi biz ozgina kech kelib qolganimiz uchun ishlarni to'xtatishgan ekan mana. Bu joyda qizillari bor ekan. Oranjeviy deyilami aka? Ha, bu yangi rangimiz. O'sha boshqacha chiroyli chiqdi. O'tgan safar yo'q edi bu. Ha? O'tgan safar kelganimizda bu yo'q edi. Boshqa rang, umuman boshqa rang. O'tgan safarga haqiqiy g'isht rangida edi. Bunisi Ablisopka. Mana Rossiyada yurganlar biladi buni mana. Qaranglar, bitta bo'lib qolsa bu xuddi haqiqiy ablisopkaga o'xshab qoldi. o'zi laglangan holat chiqadi. Yurtda suvga pishqaringlar. Bo'ldi, mana olib kelingchi qani, bitta suvga pishaylikchi. Mana. Ha, suvdan keyin bu boshqacha bo'lib qolar ekan lekin. Laglangandan shu holatga keladi. Ha, bu laklangan, ha, deyman. Ustidan. U sizlar ichida xizmatlarning ichidan ha, shuni qotirib bergandan keyin ustidan laklab ham berishar ekan o'sha pulni ichida. O'zi bu bitta suvga teggandan keyin qaranglar holatini qanaqa. Ha, bu ichki nimalarga ham e'tibor berasizlar, o'ta silliq holatda chiqar ekan. Silliqligi, silliq xudo xolasa. Bu ham aka 80 ming, ha? 80. Aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa. Manzilimizni yana bitta eslatib qo'yamiz. Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Konizar qishlog'i. Bog'dodni Mo'sudan tushib kelganlaringda Rishtonga qarab ketishda 1 kilometr, 2 kilometr o'tasizlar. O'sha chap qo'ldan metandan hech qancha o'tmasdan mana fasadchi bolalar qilib katta qilib asfaltga yozib qo'yishgan. Xullas 3D variantlarni ham xuddi shu rangda qilib qo'yishibdi. Aka shunaqa? Ha, u yerda turibdi. 3D variantni ham xuddi shu rangda olsalang bo'ladi. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yasizlar. Shunaqangi foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun, bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Bizning nomimizdan chiqsalaring, akamiz xudo xolasa chiroyli qilib arzonroq qilib berasiz aka. Arzonroq qilib berishadi. Aloqaga chiqarasizlar. Salomat bo'lasizlar.